Baxtiyorman degan birgina so'zni aytish uchun kerak qancha kuch, chidam. Garchi baxt so'zlarining eng yoqimligi, garchi tursa hamki tilning uchida. Og'ir botmasmikin bu so'z kimgadir? Tegib ketmasmikin vohlariga? Qandoq bardosh berib yashayman keyin baxtsiz kimsalarning nigohlariga? Avvalo bu so'zni o'zgalar aytsin. Aytsinlar ko'zlari quvonchga to'lib, elning baxti uchun umrini tikkan shoirlar aytmasin birinchi bo'lib. Bu so'zni bir umr aytmay yashadim. Har shodlik kelganda yurdim sekinroq. G'am so'zin elimdan avvalroq aytdim. Baxt so'zin aytaman eldan keyinroq.